Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda mundaqdaydı bugün. Süydükki dikkat kılmaydıgan, süydük çaçırap geçik sel qaraydıgan adamlarning mush qilmishi kabir gunohlar qatorida qilmishdir deb shundaqdaydi. Bu yerdagi kabir gunoh masalasi ulamolarning nazarida xilma-xil tabirler berilgan bu qanday gunohlar deb. Lekin bu asasen hadislerde mesela devzah bilan ogohlantirilgan, la'nat, g'azab yoki turli azoblar bilan ogohlantirish berilgan gunohlar turi bu kabir gunohlar qatoriga kirdi. Masalan, urushdan qochish, zina fohisha, odam o'ldirish, mesela g'ayvat shikoyat deganga o'xshash mesela. Bu haqda Peygamber sallallohu alayhi vasallam'niki hadisler var, kabir gunohlarniki soni haqida. Ba'zi hadislarda 9 deyilgan, ba'zi hadislarda 7 deyilgan. Bu jihatda İmam Zahabi rahmetullohi alayhiniki El-Kabair, yani kabir gunohlar nomli kitobiga murojaat qilsak, bu jihatda bakrak texmi mukammal tushunchaga ega bo'la olamiz. Bu bugungi hadis 216-numurlik hadis bo'lib, İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Osman hadis so'zlab bergan edi deb shunaqdaydi. Osman İmam Bukharining buyuk ustozlaridan Osman ibn Abi Shayba nomi bilan boshda o'tganda bu zot deydi bizga Jarir Mansurdan hadis so'zlab bergan edi deydi. Jarir ibn Abdul Hamid degan kishi. Mansur ibn Mu'tamir degan kishi. Bu shu ilm mahliga bir necha kuni bekitib berish degan bir bob o'tganda shu yerda o'tgan bularning tarjimasi. Endi bular bu hadisni Mansur ibn Mu'tamir Mujohid ibn Jabr degan kishi, bu kishi Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilyapti. Mujohid degan doniq mufassir tarjimasi o'tganda Abdullah ibn Abbos bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Madinaning yoki Makkaning bo'lsa kerak bir tomning tüydün o'tdi. Yani xo'mliq bir bog'niki veya bir qo'rg'u joyiniki bir tomning tüydün shunda o'tib ketib ikki odamning qabrisida azoblanayotganligini angladi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz odatdagi insonlar bilmaydigan narsalarni biladi, his qiladi. Alloh tarafidan bildiriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darhol bu vaqtda so'z qilib mundoq dedi. Bu ishkaylan azoblanadi. Bo'lning bu azoblanayotgan bu holati sababi yoki bir cho'ng bir ig'ir bir ishda, mushaqqatlik bir ishda azoblanadi deb bo'lib, andan mundoq dedi. Shundoq bu ishkaylarning birsi suydikiga diqqat qilolmaydi dedi. Chachirtib qo'ydigan, maynatrak demoqchi-da. Yani birisi suxanchilik qiladi dedi. Anda bir tal xo'mning yo'l shoxi ekeldirib, uni ikki parcha qilib, ishkaylarning qabrisiga bir parchadan sanjib qo'ydi. Payg'ambarimizga savol tashlab sahobalar, "Ya Rasululloh, nima ish bunday qildilar?" deganda, "Bu shox qurib qolmasa, yoki qurgan qadar bulardan azob yeniklaydi." dedi. Yoki endi bir rivoyatda qurganga qadar dedi. Shox qurib ketganga qadar oz bo'lsa-mu bir azobdan xoli bo'ladi dedi. Demak bu hadisda biz odatdagi insonlar bu g'aybiy olamda bo'layotgan holatlarni bizning bu 5 sezgur a'zoyimiz bilan bu dunyoda turib bilolmaymiz. Uni bilish uchun cho'qim shu dunyoda bo'lishimiz kerak-da. Bir qism ulamolar miyadiki ve ma yuazzabani fi kabir deganni insonning o'zining o'yi bo'yicha balki bir cho'ng ishlarda azoblanmayotidi. Balki cho'ng katta ishlardan emas insonning nazarida. Deb mandami tafsir qilgan. Bu mu nayt o'rinliq. Bu hadisdagi gunohlarning birisi hissiy, yani birisi amaliy. Mesela şirk meselesi bu ameli günah.
Suxanchilik meselesi söylep koysak, hissi ma'naviy gunohlar qatoriga kiradigan ig'ir gunohlar. Yani ikkalasi biri ma'naviy nejis, biri amaliy nejis. Ammo bunda yo'l, gol masalan, rayhon, işte bir yo'l gullarni, o'simliklarni qo'yib qo'yish qabriga. Bu qandaq masala degan vaqtida Hindiston ulamolari Fatawa Hindiya nomli kitoblarda buni bo'ladi deb qaragan. Joiz, chunki bu hadisga asoslanib. Ammo bir qism ulamolar yo'q, bu Rasulullohga xos, bu qilish toza behuda ishlar deb qaragan. Ammo vatanimizda bu mush avval bo'at deymizlar. Qabrga shoh qo'ydigan ba'zi rayonlarda. Balki bu Hindistondagi ulamolardan chigan bir tarafli bo'lishi mumkin ayni vaqtida. Endi mush hadisni asos qilib turib bir qism ulamolar nemishqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda yo'lchaqni qo'yib qo'ygan desa, chunki yo'l narsalarni Allohga tasbih etib turdi. Allohning mahluqotlarininki biri yo'l olti ham bir oz jonli holatda shu o'simlikka nisbatan tasbih etib turdi. Shu tasbih qurgan qadar tasbih etdi hamda shunglashqa mush tasbihning barakatidan, tasbih zikrininki barakatidan azob yengillaydi deb ta'vil qilish orqali qabristonlikda Qur'oni Karim o'qisa bo'ladi, durust deb qaragan bu jihatdan. Buning darajasi katta bo'ladi deb. Bu bir qism ulamolarning nazari. Ammo lekin Qur'on o'qib shu ulakning egisi bolalari masalan, shu ayollari va qizlar yoki er degandek o'qib meyitga buning savobini hadiya qilsa bu yetib boradiganligida shak yo'q masala inshaalloh. Ko'p sondagi ulamolarning nazarida. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.